kulardim ustidan, turklarni ustidan. Bir kuni bir turk akamizga aytdim, kechiring birga taomlaylik dedim. Yuring birga taomlaylik desam, ayolimga telefon qilib qo'yishim kerak dedi. Shu turklar g'alatisizlarda, haligi nimasizlarda, haligi xotindan ruxsat so'rab ko'chaga chiqasizlar, boshqa qilasizlar deb qo'ydim. Keyin men uyaltirib qo'ygan go'zal javob aytdi. Abdulaziz dedi, ayoling seni xursand qilishlik uchun, seni roziligini olishlik uchun obeddanmi, ertalabdan boshlab go'zal taom pishiradi. Uni oldiga shirinlik pishiradi, salat pishiradi. Ya'ni sen uni oldiga borib u taomni yeb, qo'ling dard ko'rmasin deb aytishing kerak, uni mehnatiga yarasha. Men hozir sen bilan shunchaki uni pisand qilmasdan, uni pishirgan harakatini, o'zini yoki bo'lmasa menga nisbatan muhabbatini pisand qilmasdan, shunchaki xotin, men bugun choyxonam bor, bugun bormayman deb qo'yishing, xotinni qilgan mehnatiga o'zingiz nisbatan hurmatsizlik bo'lmaydimi? Biz nima uchun ayollarimizga nisbatan ruxsat so'rab chiqishimizni endi tushundingmi dedi-da. Uyalib qoldim.